Qibray tumani Do'rmonga yetib kelganmiz. Ikkita yonma-yon bir xil proyektimiz. Har bittasi 2 sotuvli yer maydoniga ega. Endi tashqari tarafini ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli landshaftli zonalar qilingan. Bu yoqdan mashina qo'yish uchun ham foydalanish uchun joy yetarli, ko'chalari juda ham keng ekan. Endi kelinglar, ichkarini ko'ramiz. Hovlimizga kirib kelar ekanmiz, avtomatik ochilib yopiluvchi darvoza, ichkariga ham bitta mashina qo'ysak bo'ladi va hovlimizning o'rtasida juda chiroyli landshaftli zona qilingan ekan. Keyin okalarimiz elektromobil uchun bu yoqda shit tashab ketilgan 380 voltli adashmasam kabellar bilan tayyor o'zingiz ustunovka qilib olasizlar. Va uyimizga o'rtada asosiy kiraverish eshigi, buni yonginasida bitta rakvina qoldirilgan. Endi xohlaganlar menimcha bu yoqga yozgi oshxona ham yasab olsa bo'lsa kerak. Binoni ko'ryapsizlar, 2 qavatli umumiy hisobda 250 kvadrat metr kattalikda ekan. Ichkariga kirib remontlarini, sharoitini hammasini ko'ramiz. Video davomida men narxni ham aytaman. Ketdi. Binoni ichki qismi neoklassika stilda ta'mirdan chiqarilgan. Kirib kelishimizda bizani kattagina keng yorqin hol kutuvasi, chap tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz. Bu ayollarimiz uchun mo'ljallangan, yorqin, marhamat ko'rishingiz mumkin, mebel texnikalari bilan tayyor oshxona. Menimcha bu oshxona hamma ayollarning orzusi bo'lsa kerak. Like bosib qo'yasizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Endi mana marhamat, kattagina keng mehmonxona. Mana kartinalarni qaranglar, devordagi. Uyimizning orqa tarafida ham havo aylanishiga joy qoldirilgan. Bu yoqdan chiqsak bo'ladi, yotoqxonadan ham chiqsak bo'ladi. Xo'p, zinadan ikkinchi qavatga chiqishdan oldin birinchi qavatimizdagi umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarni ko'ramiz. Zinamizning tagida mana bunaqa kladovka qilingan ekan, qaranglar. Zo'r yechim qilib ketishibdi. Endi mana birinchi qavatdagi oxirgi yotoqxona. Bu endi ota-onalar uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatimizda 4 ta yotoqxona bor. Zinadan chiqqanimizda o'ng tarafdagi birinchi yotoqxonani ko'ramiz. Ranglariga ahamiyat beringlar. Qanaqadir yoqimli, zamonaviy ranglardan foydalanilgan. Va bu tarafda navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi. Mana marhamat, o'zini ichida yuvinish xonasini, hojatxonalarini ko'rasizlar. Mana bunaqa fotoaboylardan foydalanishgan. Bu yoqdan balkonga chiqsak bo'ladi, kattagina terrasa ham desak bo'ladi. Endi kimga qanaqa? Ikkita xonamiz qoldi. Ikki yoq tarafda. Buni endi bolalar uchun yotoqxona qilib beramiz. Bu birinchisi bo'lsa, buni yonginasida men vanna xonasiga maza qildim deb kattaligini qaranglar. Dodda qilib qo'yishibdi lekin. Bu oxirgi 4-xonamiz. Uyimizning narxi 199 ming